Assalomu alaykum majlis kanalimiz a'zolari. Bugun yana Xudo xolasa qo'shimcha listalar yasab qo'ydik. 1.7 tenga 3 ta pog'onali 680 mingdan beryapmiz. Ko'proq olganga dastlabkasiga yordam berilyapti. Aloqaga chiqarasizlar. Bitta hozir 200 ta lisamiz bor. Arqa tomonda ham lisalar bor. Ya'ni bu oldi tomoni. Inshaalloh telefon qilsalaring yetkazib beramiz. Dastlabkasiga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Ya'ni masofaga qarab. O'sha o'zgargan yo'q. Hozircha mana narxlarimizni ushlab turibmiz. Sezonga kirib kelishimizga qaramasdan telefon qilishlaring mumkin. Keyin qo'shimcha mana hozir yana nima kelib qoldi. Holati рабочий deb kelgani bilan u ishlamagan, mana yangi deb turibdi. Bu lisamizni ham sotamiz. 650 mingdan berib yuboramiz. Shu 1.7 tenga podonlarini konteynerdan bundan ham 10 ta dona qoldi. Uni ham berib yuboramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqishlaring mumkin. Bu ham sotiladi. Holati yangi, ishlatilmagan. 2 donasini, bitta donasini o'sha usti sal nima bo'lgan ekan. Qolgan qismi to'liq joy-joyida yangi berib nima qilingan. Tekis ishlatilmagan. 650 mingdan berib yuboramiz. Arzon qilib. Telefon qilishlaring mumkin. 90lik 533 56 53. O'sha avtobaza oldida mana yonimizda maktab, Gulishan maktab bor. 24 mana avtobaza bunaqasiga o'tganda syomka qilyapman. Yaqinlashtirib mana 24-avtoxo'jalik. Mana shu do'konimiz. Endi ulgurji narxlarda temir profil mahsulotlari. Va xolasa aloqaga chiqarasizlar. Mana shu holat Yaypan Kirovlishda O'zbekiston tumani Yaypan degan joydamiz. Aloqaga chiqarasizlar. Rahmat. Sog'liqlar Sherzodbek. 90lik 533 56 53 telefon raqamimiz. Rahmat.